Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh bugungi suhbatimiz qiyomatning kichkina alomatlari haqida bo'ladi. Ya'ni oxir zamonda qiyomatni yaqin bo'lishiga dalolat qiladigan oxir zamon alomatlari xususida bo'ladi. Qiyomat soati shubhasiz keladi. Bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan haq va'da. Astagfirullah. Innas sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Albatta qiyomat soati kelgushidir. U haqida shak shubha yo'qdir, lekin ko'p odamlar uning kelishiga iymon keltirmaslar. Va innas sa'ata la'atiyatun fafsahis safhal jamil. Soat qiyomat ham shak shubhasiz kelguvchidir. Bas shunday ekan, ey Muhammad, siz johil kimsalarning yetkazayotgan ozor aziyatlarga sabr toqat qiling va ulardan chiroyli yuz o'girish bilan yuz o'giring. Fa inna ajalallohi la'at va huwas samiul alim. Albatta Alloh belgilagan mukofot va jazo fursati shak shubhasiz kelguvchidir. U eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zotdir. Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi va man asdaqu minallohi haditha. Yolg'iz Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'qdir. U sizlarni hech shak shubhasiz bo'lgan qiyomat kunida to'playdi. Allohdan ko'ra rostgo'roq kim bor? Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunini kelishligini haqli mana bu qancha oyatlarda siz bilan bizga bayon qildi. Qiyomat soati Alloh taqdir qilgan kunda, taqdir qilgan soatda keladi. Waz-zariyati zarwa fal-hamilati wiqra fal-jariyati yusra fal-muqassimati amra innama tu'aduna lasadiq va innad-dina lawaqi'. Bulutlarni surib ketguvchi shamollarga, yuk yomg'ir tashuvchi bulutlarga, suv yuzida yengil suzib boruvchi kemalarga va Allohning amri bilan barcha ishlarni taqsimlaguvchi farishtalarga qasamki, sizlarga va'da qilinayotgan narsa qayta tirilish shak shubhasiz haqqi rostdir. Va albatta qiyomat kunida hisob-kitob qilingandan keyin jazo mukofot voqe bo'lguchidir. Qiyomat haq, Alloh subhanahu va taolo bunga haqligiga va'da bergan, qasam ichgan Alloh ta'til qilgan kunda bo'ladi. Vat-tur va kitabim mastur fi raqqin manshur wal baytil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba robbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Tur tog'iga, ochiq sahifaga yozilgan kitob Qur'onga, Baytul Ma'murga, baland ko'tarilgan tomga, osmonga va to'lib toshigan dengizga qasamki, Parvardigoringizning azobi shak shubhasiz voqe bo'lguchidir. Uning uchun biron daf qiluvchi yo'q, to'siq yo'qdir. Kofirlar qiyomatni borligini inkor qilishdi. Qiyomatni borligiga iymon keltirishmadi. Alloh subhanahu va taolo ularga shunday javob berdi. Va qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala va robbi la ta'tiyannakum. Kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat soati kelmas dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, yo'q. G'aybni bilguvchi Parvardigorimga qasamki, shak shubhasiz u qiyomat sizlarga albatta kelur. Quyida qiyomat haqida Alloh taoloning aytgan ba'zi bir oyatlarni o'qigan bo'ldik. Qiyomatda qachon bo'lishigini Alloh subhanahu va taolo o'zini ilmi azalisida yozib qo'ydi. Va bu ilmni faqat o'ziga xos qildiki, na bir payg'ambar, na bir muqarrab farishtaga bu ilmni bildirgani yo'q. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganida, albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sayyidul bashar bo'lgan Rasululloh bu narsadan xabardor bo'lgan bo'lar edi. Qiyomatni qachon bo'lishigini hech kim bilmaydi. Lekin Alloh taolo Qur'onda va payg'ambar alayhisalom o'zining sunnatlarida, hadislarida qiyomatga yaqin, qiyomat soatlari yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlarni, belgilarini bayon qilingan. Ulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida oyni ikkiga bo'linganligi. Iqtarabatis sa'a va inshaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mushriklar
mo'jiza talab qilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga oyni ikkiga bo'lib Alloh izni bilan ko'rsatib berdi. Alloh taolo aytayapti, oy bo'lindi, qiyomat oz qoldi deydi. Mana endi tabiiy savol tug'iladi. Payg'ambarimizning oy bo'lib berganiga 1400 yil bo'lgan bo'lsa, qiyomat bo'lmayapti-yu. Go'yoki qiyomat qoyim oyni bo'linishligi bilan qiyomat yaqin bo'ldi desa, yana bir 50 yil yoki 100 yildan keyin ba'zi bir odamlarning nazarida qiyomat bo'lish kerakganda shoshiltirishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, matas-saa?" Qiyomat qachon bo'ladi dedi Rasululloh. "Nima tayyorgarligingiz bor?" dedi. Ya'ni ham yo'q zo'r bo'lib ketdimiki, endi tezroq qiyomat bo'lsin, mukofotimizni bor, olaylik. To'planib qoldi degandaqa. Ata amrullohi fala tastajilu subhanahu va ta'ala amma yushrikun. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat kelib qoldi. Bas sizlar ey mushriklar, uni shoshtirmay qo'ya qolinglar. Alloh ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Alloh taolo nima deyapti? Qiyomat qoyim bo'ldi deyapti. Bo'lgani yo'q hali. Jannatga hech kim kirgani yo'q hali. Jannatga kirdi, jannat yozildi, do'zaxga kirdi deb Alloh taolo o'tgan zamon fe'li siyg'asida gapiryapti. Endi siz bilan bizni vaqtga, zamonga qo'ygan o'lchovimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'lchovi barobar emas. Innahum yarawnahu ba'ida va narahu qariba. Chunki ular u kunni uzoqda bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Alloh taolo uchun nima degan narsa? Bir kuni 50 ming yilga teng deydi. Ya'ni Alloh taoloning nazdidagi bir kun, ana shu Ma'orij surasiga qaraydigan bo'lsak, bir kun sizlarni 50 ming yillarga barobar deydi. Endi 1400 yil nima degan narsa uning oldida? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum va hum fi ghaflatin mu'ridun. Odamlarga hisob kitoblari, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqinlashib qoldi. Ular esa g'aflatda, iymon keltirib yaxshi amal qilishdan yuz o'giruvchilar. Mana aytdik, kichkina qiyomat deb kishining vafoti aytiladi. Har bitta odamni vafoti kelishligi, ajali kelib, joni chiqib ketishligi bilan uni qiyomati qoyim bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo insonlarning ajali yaqin bo'lib turib, o'lim yaqin bo'lib turgan paytda savobli amallardan yuz o'girib, unga bir kofir bo'lib ketyapti deydi. Quyida mana oyatlarda o'qidik, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarga quloq solamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadis keltiriladi Buxoriy va Muslimda. Hadislar Buxoriy, Muslimdan birodarlar. Zaif hadis yo'q bu yerda. Sizlardan avvalgi o'tgan ummatlarni yashab o'tkazgan vaqtlari bilan sizlarning yashaydigan vaqtingizning misoli xuddi kunning asr bilan shom orasidagi vaqtiga o'xshaydi. Sharhlaymiz endi. Bir kunni 24 soat desiz, shu 24 soatning ichida asr bilan shomda o'rtasidagi vaqt 2 soat. Ya'ni 24 soatda 2 soat ila qolgan degani. Odam alayhisalom yerga tushgandan boshlab qiyomat soatigacha 24 soat bor deb faraz qilsak, 22 soat o'tib ketdi degani. 2 soatlik muddatda yashayapmiz birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ad-dunya sa'a faj'alha ta'a. Dunyo 1 soatlik umr deydi. Shu 1 soatni ibodatga aylantiringlar deydi. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Men va qiyomat soati mana shunday yuborildi dedi. Sizlar bir-biriga barmoqni yopishib turganiga qaramanglar, birini ikkinchisidan uzunligiga qaranglar. Mufassirlar mana shu hadisda sharhlab aytadiki, insoniyatda yashash muddati mana shu o'rta barmoqda uzunligichalik bo'lsa, ko'rsatkich barmoqda uzunligichalik vaqt tugadi. Mana shu oshib qolgan vaqtchalik joy qoldi deydi. Ko'rsatkich barmoqdan o'rta barmoq qancha oshib turgan bo'lsa, insoniyatda muazzam hayotining mana shu qismi tugadi, ozginasi qoldi degani. Agar mulohaza qiladigan bo'lsak, birodarlar, juda ham oz qoldi. Juda ham oz qoldi. Kofirlardan ham, musulmonlardan ham, musulmonlarda hatto ba'zi olimlari ana shu islomning boshida qiyomatni vaqtini belgilamoqchi bo'lganlar bo'ldi. Ba'zilar aytishdi 500 yildan keyin qiyomat bo'ladi deydi. 500 yil o'tdi, qarab turishdi, qiyomat bo'lmadi. 700 yil deb ko'rishdi keyin, 700 yil ham o'tdi, qiyomat bo'lmadi. 1000 yil deb ko'rishdi, bo'lmadi. 1700 yil deydi, bo'lmadi. Bo'lmaydi. Ular aytgan muddatda bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida olib qolgan 5 ta g'ayb ilmda bittasi qiyomatni qachon bo'lishiga. Televizorda ko'rgan bo'lsanglar, bir
1-2 oy bo'lib qoldi, Rossiyaning qaysi bir shaharida qandaydir bir sektani vakillari yerda ta'kirib ketishdi. Motislar kuni qiyomat bo'ladi deb, ularni qutqaraman deb, bu yerdagi mehmonlar tushsa, o'zimizni portlatib yuboramiz deb tomosha bo'lishdi. Qiyomatda qachon bo'lishigini aytayotgan odam kazzob bo'ladi. Chunki buni kim biladi? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Buning ilmi faqat Alloh taoloning o'ziga ma'lum. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga quyidagi oyatlar bilan xitob qiladi. Astagfiru billah. Yas'alunaka 'anis-sa'a ayyana mursaha fima anta min zikraha ila robbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ey Muhammad, mushriklar sizdan o'sha qiyomat soatini qachon voqe bo'lishi haqida so'raydilar. Siz qayerdasiz-u? Ya'ni qiyomat qachon bo'lishini bilish, zikr qilish, eslash qayerda? Ya'ni siz hech qachon u kunni vaqtini aytib bera olmaysiz. Uni bilish yolg'iz Parvardigoringizga borib to'xtar. Siz faqat o'sha qiyomatdan qo'rqadigan kishilarni ogohlantiruvchisiz xolos. Ammo u kunni qachon voqe bo'lishini aytib berish sizning vazifangiz emas. Yas'alunaka 'anis-sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda robbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Ey Muhammad, sizdan soat, ya'ni qiyomat qachon voqe bo'ladi deb so'raydilar. Ayting, uning bilimi faqatgina Parvardigorim dargohidadir. Vaqti soati kelganda ham faqat o'zi oshkor qilar. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qayerda Qur'onda oyatiga quloq solsangiz, Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, qiyomatga iymon keltiradi. Nima uchun birin-ketin aytilyapti? Insonni gunoh ishlarni qilishlikdan nima to'sadi? O'sha oxiratda Allohning oldida hisob-kitobdan qo'rqishlik. Siz bilan bizni gunoh qilishdan nima to'sadi? Qiyomatga ishonganligimiz. Qachon endi? Qachon bu yoqqa? Odam alayhisolamdan beri aytar ekan, qiyomat qani bo'lmadi-yu. Bizga qachon bo'lishiga qiziq emas. Biz u yerga nima tayyorgarlik kelib qolishligimiz qiziq. Yas'alukan nasu 'anis-sa'a qul innama 'ilmuha 'indalloh wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Odamlar sizdan qiyomat soati qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U soatni bilish yolg'iz Allohning huzuridadir deb ayting. Qayerdan bilasiz? Ehtimol u soat yaqin kelib qolgandir. Mana 3 oyatga qarasangiz, yas'alunaka, yas'alunaka, yas'aluka. Sizdan so'rashadi. Sizdan nimaga sizdan so'rashadi? Siz qayerdan bilasiz bu narsani? Uni ilmi faqat Alloh taoloning huzurida. Qiyomat vaqtini qachon ekanligi haqidagi ilm Alloh taoloning o'zining huzurida qoldirgan 5 g'ayb ilmning biridir. Ularni Alloh taolo bildirmadi, yashirdi. Nima uchun? Toki odamlar harakatini qilsin. Agar inson qiyomat qachon bo'lishini bilsa, yoki o'zini kichkina qiyomati, o'limini qachonligini bilsa zo'r bo'ladi-da. Gunoh ma'siyatda isrof qilib yurib, o'limiga 1 yil, yarim yil qolganda harakatini qilib qoladi. Imtihonligi shundaki, qachonligini bilmaysiz. Doimiy suratda tayyorgarlik kerak bo'ladi. Qiyomatni qachon bo'lishi haqida so'rab surishtirishlik joiz emasligi ulamolar tomonidan aytilgan. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganda, albatta payg'ambarimiz bilar edi. Mana mashhur hadis, ko'pchiligimiz eshitganmiz. Jibril alayhisalom Muhammad alayhisalomning oldiga bir notanish kishi suratda kirib kelib o'tirib, bir qancha savollarni so'raydi. Jibril odam suratida kirib payg'ambarimizdan so'rayapti, sahobalarga dars beryapti. So'ralgan savollarning ichida fa akhbirni anis-sa'a, menga qiyomat haqida xabar bering deganida Rasululloh mal mas'ulu anha bi'alama minas-sa'il. So'rovchidan ko'ra so'raluvchi ko'p narsani biluvchi emas dedi. Ya'ni siz bilmagandek, Jibril, men ham bilmayman dedi. Jibril ham bilmaydi, Muhammad alayhisalom ham bilmaydi. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam risolatni yetkazdi. Omonatni ado qildi. Ummat uchun nima kerak bo'lsa, ilmdan nima kerak bo'lsa, hammasini bildirib o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan amallarda ko'plarini aytib berdi. Sahobalar tirik davrida Kufani bir qizil tutun qopladi. Qizil tuman deysizlarmi, qizil shamol deysizlarmi? Qizil tutun qopladi. Shunda Kufaliklar qiyomat qoyim bo'ldi deydi. Ularning orasida ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu bor dedi, yo'q dedi. Allohga qasam qiyomat emas bu dedi.
Chunki qiyomat hali falon ishlar bo'lmasdan turib, falon ishlar bo'lmasdan turib, qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ya'ni sahobalarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatgacha bo'ladigan ishlarni hammasini aytib bergan edi. Bugungi suhbatimiz mana shu qiyomat alomatlarining kichiklari haqida. Qiyomatning katta kichik alomatlari bor. Kichik alomatlari qiyomatni yaqinlashganligini bildirsa, katta alomatlari qiyomatning kelganligini bildiradi. Biz ana shu qiyomatning yaqinlashganligiga ishora qiladigan alomat haqida gaplashamiz. Abi Zayd Amr ibn Ahtabdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz bilan bomdod namozini o'qidi. Bomdodni o'qib bo'lib minbarga chiqdi. Bizga xutba o'qidi peshingacha. Peshingacha to'xtamasdan dars o'tdi. So'ngra peshin bo'ldi. Tushib peshinda o'qidi. Peshinda o'qib bo'lib yana minbarga chiqdi, asrgacha xutba aytdi. Asrgacha dars o'tdi bizga. Qiyomatgacha bo'ladigan ishlarda bir qator payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sanab berdi. So'ngra asr namozi bo'ldi, asr namozini o'qidi, yana minbarga chiqdi. Shom vaqtigacha bizga qiyomat alomatlari haqida gapirib berdi. Tasavvur qilinglar, bomdoddan shomgacha Rasululloh to'xtamasdan qiyomat qoyim bo'lgunga qadar sodir bo'ladigan hamma katta kichik alomatlarni aytib berdi. Sahobalar aytishar edi, ichimizda ko'proq eslab qolganimiz, ko'proq bilimdonimiz bo'ldi. Eng ko'p eslab qolgan kim bo'ldi? Huzayfa ibn al-Yamani roziyallohu anhu. U kishi payg'ambarimizning sirlarini egasi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kotiblaridan edi. Eng ko'p yodlab qolgan Abu Hurayra bo'ldi, Huzayfa ibn Yamani roziyallohu anhular bo'ldi. Demak, biz o'rganib chiqadigan oxir zamondagi bo'ladigan fitnalar orasida ma'lum bir vaqtda bo'lib, ma'lum bir qavmga ta'sir qiladiganlari ham bor va butun yer yuziga ta'sir qiladiganlari ham bor. Shunday bir ishoralar keladiki, ana shu oxir zamonning qiyomat alomatlari paydo bo'lishni boshlaganda bir kishi hayotdan ko'ra o'limni ko'proq orzu qilib qolishi haqida xabarlar kelgan. Imom Muslim sahihlarda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bir kishi qabr oldidan o'tib, o'zini ochiq turgan qabrga urib, qani edi shu qabrda yotgan odam men bo'lsam" deydi. Qarzi bo'lmaydi deyapti Rasululloh. Dardi bo'lmaydi, musibati bo'lmaydi, faqat fitnalarning ko'payib ketganligidan o'limni o'ziga orzu qilib so'rab qoladi deydi. Oxir zamon alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qotillik ko'payadi. Qotillik ko'payadi. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltirilgan, Rasululloh aytdilarki, qiyomat soati yaqinlashganida shunday kunlar bo'ladiki, johillik, ya'ni savodsizlik ko'payadi, ilm ko'tariladi, ketadi, xarj ko'payadi. Xarj qotillik. Qotillik shu darajada ko'p bo'ladiki, urushlarda sababli, besabab urushlarda ko'p bo'lganligidan erkaklarning soni nihoyatda ozayib, ayollarning soni ko'payib ketadi. Rasululloh Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda aytadilar, ilmni ko'tarilishi, johillikni ko'payishi, zinoni ko'payishi, aroqxo'rlikni ko'payishi, erkaklar ozayib, 50 ayolga bir erkak qolishligi qiyomatning alomatlaridan. Qarab turinglar. Ilm obod emas oramizda. Bu ilmsizlik kundan kunga kuchayib boryapti. Kundan kunga savodsizlashib boryapmiz. E'tibor beringlar. Johillik ko'payapti. Zino ko'payapti. Zinoni turi bilmadim men qanaqa turi bo'lishi mumkin. Televizorda ham bor, radioda ham bor, kiyimda ham bor, so'zimizda ham bor, kiyimimizda ham, hamma yo'g'imizda bor. Hattoki oshkora zinoga ana shu reklamalar turibdi. Tanishaman va hokazolar. Ko'ryapsizlar shu narsalarni. Aroqxo'rlikni ko'payishi, gapirishning hojati yo'q. Siz bilan biz tug'iliblar, magazinlar to'ldir xilma-xil aroqlarni ko'rganligimizdan buni qiyomatda alomat ekanligi ham esimizdan chiqib qolgan. Buni qoyim bo'lganiga ancha bo'ldi. Erkaklar ozayib ketadi. 50 ta ayolga bitta erkak qoladi oxir zamonga borib deydi. Tug'ilishlikni qaranglar-da. Tug'ilishlikni qaranglar-da. Ayollarda tug'ilishligi ko'proq erkaklar tug'ilishligidan ko'ra. Urushlar ko'p bo'lganligi tufayli erkaklar ko'p qirilib ketadi. Bu urushlarda sababi bori ham bor, besabablari ham bor. Rasululloh aytadilarki, Imom Muslim sahihlarda keltirilgan, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, shunday zamonlar keladiki, ana shu zamonlarda qotil ro'parasida o'ldirgan odamini nimaga o'ldirganligini bilmaydi. O'lgan nima uchun o'lganligini bilmaydi. Qotillik avj oladi. Rasululloh oxir zamonda bo'ladigan ishlarni
qisqagina hadislarda juda ko'plarni aytib bergan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu bo'lgan ishlar endi. Da'volari, ya'ni kalimalari bir bo'lgan ikki buyuk toifa bir-birlari bilan urushmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ularning oralarida katta qatl om bo'ladi. Ya'ni ikkita toifa urushadi bir-biri bilan, ikkalasining ham kalimasi bitta. O'rtasida katta qirg'in bo'ladi. Bu ulamolar mana shu hadisni sahobalar davrida sahobalarning o'rtasida tushgan fitna tufayli Ali ibn Abi Talib tarafdorlari va Muaviya ibn Abu Sufyon tarafdorlari ikkiga bo'linib, o'rtasida katta jang bo'lganligi ishora deyshadi. Keyinchalik tobiinlar bilan sahobalar o'rtasida mana shunday jang bo'ldi. Mana shu ikkala jangda Siffin va Jamal ma'rakalarida 70 mingga yaqin kishi vafot etdi. Mana aytganmiz, oxir zamon ilmini o'rganishlik Rasulullohning so'zlariga bo'lgan iymonimizni kuchaytiradi. Chunki Rasululloh aytgan ishlarda ba'zilarini bo'lganligini ko'rganingizdan keyin hali bo'lmagan ba'zi aytgan alomatlariga ishonchimiz ziyoda bo'ladimi? Mana oxirat ilmini o'rganishlikning foydalaridan. Rasululloh kelajakda bo'ladigan ishlardan aytib bergan edi. Yolg'onchilardan, dajjollardan, ya'ni yolg'onchi payg'ambarlardan 30 tasi chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Nechtasi chiqdi hozir? Savol tug'iladi. Ha, unaqalar ko'p bo'ldi-yu, nimaga endi payg'ambarimiz 30 ta deyapti desa, mufassirlar javob beradiki, unaqa ozgina odam erchitib, men payg'ambarman deb chiqqanlari ko'p bo'lgan. Lekin dunyoga ta'sir o'tkazgan, orqasidan juda ko'p kishilarni ergashtirgan mana shunday yolg'onchi payg'ambarlar 30 ta bo'lishi. Bular ham bo'ldi, birodarlar. Yana chiqyapti mayda chuydalar. Mana shunday orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ko'zga ko'ringan bir yolg'onchi payg'ambarlardan Musaylama Kazzob, Asvad al-Unsi, Tulah ibn Huvaylid shunga o'xshaganlar. Mana siz bilan biz oxir zamonning, qiyomatning kichik alomatlari haqidagi darsimizni bugun birinchisini o'qigan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimizda davomini o'qiymiz. Bu oxir zamonga yaqin bo'ladigan ishlar haqida aytilgan hadislarni eshitgan saringiz tezroq harakat qilib olishlik kerak ekan. Tezroq ibodatga yiqilib qolishlik kerak ekan. O'tkazib qolishim kerak ekan oxiratga savobdan degan shuur paydo bo'ladi. Inshaalloh darsimizning davomini ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.